Assalomu alaykum Sharqonli aka-ukalar. Kepaklarimiz kelgan yangi partiya, xudo xolasa bularni ham arzon narxlarda chiqarib beramiz. Don, makka, hamma narsa bor, aralashmalarimiz, bug'doy yormalar. Bularni ham arzon narxlarda chiqarib beraman. Bug'doylar qopga 3800 so'mdan mana. Bug'doy yormalar 3600 dan. Chorva bo'yicha nimaki bo'lsa, akalar aloqaga chiqsanglar, arzon narxlarda qilib beraveramiz. Musofirda aka-ukalar Telegramga yozsanglar, musofirda yurgan aka-ukalar Telegram, WhatsAppga yozsanglar, uylaringizga dastlabki ham qilib beraveramiz. Bedapris 1.10 mana bedaprislarimizdan kelgan yangi partiya, 1.10 ga 1 metr. Ulardan arzon narxlarda qilib beraveramiz. Yer yong'oq prislarimiz ham bor. Ulardan arzon narxlarda chiqarib beraveramiz. Tarvuzlarimiz ham kelgan. Bular ham yangi kech payti kelgan. O'ta go'zal chiqyapti aka-ukalar. Telegram, WhatsAppdan yozsanglar, dastlabki ham qilib beraveramiz aka-ukalar. Musofirda aka-ukalar ham ko'p yozyapti. Dastlabki qilib beryapman, videoga olib bermayapman. Videoga olmayapman aka-ukalar. Dastlabki ko'p tushyapti. Videoga olgani vaqt bo'lmayapti aka-ukalar. Xudo xolasa mana tovarlarimiz hamma turdan bor. Aytsanglar mana yem kerak. Menda yo'q bo'lsa ham mashta men topib beraman. Nimaki mahsulot bo'lsa bo'ldi aka-ukalar. Hisobga qilib beraveramiz. Asaka, Sharqon, Bo'z faqat Andijonga chiqarilmayapti xolos. Sharqon bo'ylab dastlabkamiz bekarga, Asaka, Bo'zlarga kelishilgan holatlarga chiqarib beraveramiz. Dastlabki xizmatimiz Sharqon bo'ylab bepul akalar. Telefon qilsanglar, chorva bo'yicha nimaki yem mahsulot bo'lsa qilib beraman, xudo xolasa. Rossiyada aka-ukalar bemalol yozib, nima kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, yetkazib beramiz aka-ukalar. Akalar lakatsiz so'raganlarga Asaka Sharqon yo'li Gultepa masjidga yetmasdan, lakatsa o'ta ham shaharga yaqin joydamiz. Lakatsa so'raganlarga yemxonamiz. Musofirda aka-ukalar yozsanglar chiqarib beraveramiz. Ko'p odam shu musofirda ekan, akalar-ukalar yozyapti, uyga dastlabki qilib beryapti. Bedapris hamma yo'q bor. Somon pris, arishkalar bor. Hamma turidan bor.